Bu insonning yuzini tanimasligingiz mumkin, lekin u butun boshli avlodga chinakam bolalikni hadya etgan. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying, hozir tushuntirib beraman. Internetda Xattab taxallusi bilan tanilgan bu afsonaning asl ismi Radik Nizamutdinov. U yillar davomida qimmat pullik o'yinlarni repak qilib, ularni oddiy geymerlarga tekinga tarqatish bilan shug'ullangan. Aynan uning mehnati evaziga internet tezligi past va disk xotirasi cheklangan foydalanuvchilar ham zamonaviy o'yinlarni osonroq yuklab olib o'rnatish imkoniga ega bo'lishgan. Qonun jihatidan qarasak, piratlik noto'g'ri ish, biroq Xattabdan nima uchun bunday qilayotganini so'rashganida, u shunchaki oddiy bolalar ham o'yin o'ynashni xohlaydi-ku deb javob bergan. Eng muhimi, o'zining repaklaridan deyarli daromad qilmagan. O'rnatish fayllari ichiga hech qachon yashirin maynerlar, virus yoki asabga tegadigan reklamalar joylashtirmagan. Uning fayllari doim toza va ishonchli hisoblangan. Afsuski, 2021-yilning 6-martida Radik uni uzoq yillar qiynagan surunkali obstruktiv o'pka kasalligi tufayli 60 yoshida vafot etdi. Xattab hayotdan ko'z yumdi, lekin millionlab o'yinchilar qalbida bizga bolalik va quvonch ulashgan afsona sifatida abadiy qoldi. Sizning kompyuteringizda Bay Xattab yozuvi chiqib keladigan qaysi o'yinlar bo'lgan? Izohlarda xotiralar bilan bo'lishing.